Akalar, hali O'zbekistonda bo'lmagan skitkani sizlar uchun, Cobalt akalar uchun skitkani e'lon qildik. Skitkamizga nima kerak, narxlari hammasini videoda oxirigacha qarab tursalaring, hammasini tushuntirib ketamiz. Bagaj dochkamizda bizda ko'rib turibsizlar, sizlar uchun original knopkalarni olib keltirib qo'yganmiz. Original deganda buni ham 2-3 xil, juda ham ko'p xil chiqib ketgan knopkalarni, eng sifatli knopkalarni olib kelib qo'yganmiz. Rullaringga birga-bir adin-kadnoma bo'lib tushadi. Endi bularni nima-nimalar bilan bir boshlab tushuntirib o'tadigan bo'lsak, birinchi o'rinda masofadan turib zavod qilish funksiyasi, ya'ni avtozapus funksiyasi. Ikkinchisi, eshikni ochamiz. Mashina eshigini ochib, ichkariga o'tirganimizda bizani ajoyib dizaynda multi-rol kutib oladi. Ya'ni bu tomonda magnitofonni upravayat qilish, ya'ni muzikalarni o'tkazish, telefonni ko'tarish, muzikani bizu qilib qo'yish. Bu tomonda esa tabloda ko'rib turibsizlar, ikonka oq, ikonka yonyapti. Cruise controlni maksimum bir xil tezlikda qo'yib qo'ymoqchi bo'lsalaring, shu knopkadan foydalanasizlar. Biz chetiga esa signal knopkasini qo'shib berganmiz. Tablodi svetiga bir xil qilib, adin-kadnoma qilib o'rnatib berganmiz. Zazorlargacha bitta e'tibor berasizlar. Zazorlari biriga bir qolib bo'lib tushgan akalar. Kak zavodskoyda sifatga o'zlaring prosta men hech nima demayman, o'zlaring bitta baho berib o'tib ketasizlar. Endi eng muhim joyi tabloda suvni gradusgacha ko'rsatadi. Ya'ni temperaturasi necha gradusda bo'lib turgani, mashina haroratini ko'rsatib turadi akalar. Buni ham через programma orqali ishlatib berganmiz. Undan tashqari menyuni bosgan holatimizda bu yerda modifikatsiyalargacha ko'rsatadi. Hammasi shularni hammasi avtozapus, knopkalarni, ustanovkalar bilan programma bilan ishlatish, tabloga suvni graduslari bu yangilikni biri akalar. Suvni gradusini через programma orqali chiqarib berganmiz. Yangilikni biri, hammasini birato'la yangiligiga qarab o'tirmasdan skitka e'lon qilib yuborganmiz. Bor yo'g'i 31-maygacha 600 ming so'm qilib qo'yganmiz akalar. 8 oy oldin skitka qilgandik. Juda ham ko'pchilik akalarimiz iltimosiga binoan yana skitka qilishga qaror qildik. Bu safargi skitkamiz nerealniy skitka bo'ldi. Akalar, bemalol kelib, akkuratniy qilib o'rnatib beramiz. Eng muhim joylaridan bittasini aytib o'tadigan bo'lsam, ya'ni o'zlaringda turgan programma o'zgarib ketmasligiga garantiya beramiz. Konditsioner ishlamay qolishlik holati bo'lmasligiga garantiya beramiz. Arqa stoplamishkalar yonmasligi, shunga o'xshash qo'shimcha muammolar kelib chiqmasligiga garantiya beramiz. Ya'ni bitta ishni qildiraman deb ikkita muammo duch kelib qolmaysizlar. Hammasini sifatli, a'lo darajada bitirib beramiz akalar. Aytganda yana bitta narsani aytib o'tkish esdan chiqib ketibdi. Ko'pchilik akalarimiz bagaj plata keldimi deyotishdi. Ya'ni bagaj plata eshik ochish knopkasini ushlab tursalaring, bagajimizni ochib beradi. Mana shu platamiz ham kelgan, buni ham skitkada qo'yib beramiz. Ya'ni bu alohida o'zi 100 ming so'mga ustanovkasi bilan qilib turdik bagaj platani, 70 ming so'm, oyda oxirgacha 70 ming so'mda mana shu bagaj platani ham qo'ydirib ketishlaring mumkin. Juda ham ko'pchilik so'radi, buni ham gap o'rnida aytib o'tib ketibman. Xizmatimizdan foydalanib ketishlaring mumkin. Sizlardan ishonch, bizdan sifat. Charchamanglar, sog' bo'linglar.